Assalomu alaykum. Meni ismim Rabiha Abdurahimova. Yoshim 15 ta. 9-sinf o'quvchisiman. Chirchiq shahridagi Boston School'da ta'lim olib, IELTS dan 7 ballni qo'lga kiritdim. Qaysi darajada kelgan edingiz va nimalar qiyin edi? Taxminan elementary darajada kelganman va men uchun writing juda ham tushunarsiz bo'lgan. Bundan oldin IELTS ga qanaqa tayyorlangansiz? YouTube'dan videolar ko'rib, self study qilganman. Oddiy ingliz tili kursiga ham borgandim, lekin rezultat bo'lmadi. IELTS da sizni eng ko'p qiynagan narsa nima edi? Speaking men uchun eng qiyin section bo'lgan va menda so'zlar yetarli bo'lsa ham, lekin gapirishga hayajonlanardim. Bu yerda nimasi boshqacha ekan? Bu yoqda savollar shunchaki tekshirilmaydi, balki tahlil qilinadi. Shuning uchun men birinchi marta writingni tushunib yoza boshladim. 1 oy o'tib mock testim ko'tarildi. Gapirishim ham ancha yaxshilandi. Eng asosiysi ishonch paydo bo'ldi. IELTS topshirsa bo'lar ekan deb o'yladim. Ingliz tilini uzoq o'qib yurib, lekin IELTS o'smayotganlarga Boston School'ni maslahat beraman.